billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Hürmetli kardeşler, bugün sözlemek boğunumuz Roza namlıq dərslikimizdən 5-ci dərsi boğan Rozunu sundurğucu amillar degan ders. Biz bundan ilgili derslerimizde rozunun türleri, rozunun dereceleri, rozunun niyeti ve Ramazan'da ay külüş izleş qatarlıq məzmunlarını təfsili bayan qılıb ötkən idik. Əmdi bugün sözləməkçi boğunumuz bolsa, mana muşundaq tayyorluq bilan tutmaqçı bolğan rozumuzdan ahkamlar. Əmdi muşu roza qandaq amillar bilan buzuludu, sunudu ve qandaq amillar bilan kafaret bilan bir gün qaza vacip buludu ve qandaq amillar bilan qaza gana vacip buludu, bir gün olam tutup etiş vacip buludu degan meseleler hakkında toxtalib o'tamiz. Bunu biz ikki darsga bo'lamiz. Birinci dersimizde rozuni buzadigan ve kafaret bilan ve kafaretsiz holda qazo vacip bo'ladigan mazmunni bayon qilamiz. İkinci dersimizde bo'lsa Ramazanda rozuni buzmaydigan amillar, yani bunda qilsa roza sinib ketmaydigan, unga shariatda ruxsat qilingan ishlar haqida toxtalib o'tamiz. Biz avval biz uchun eng muhim bo'lgan rozuni sundurmaslik uchun saqlanishga tegishli bo'lgan masalalarni bayon qilib o'taylik. Endi biz avval qilib biz rozuni mushu ishni qilsasiz ro'zador buning ro'zasi sinadigan va bu ro'zasini sundurganligi tufayli buningga jazo vojib bo'ladigan, ya'ni kafaret ve bir gün qazo. Yani 60 gün ro'za hamda kafaret degan 3 xil bo'ladi. Tafsil saldirib o'tamiz. Yoki bir gün qazo ro'za 61 gün ro'za masalanga. Aqmoq. Bunda kafaret vojib bo'ladigan sundurg'uchi omillarni so'zlab o'taylik birinchi qilib. Har qanday odam Ramazanda ro'zador turib, yani musafir emas, kesel emas, ro'zador turib, qasddan o'zining ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazsa, mana mushu odamning gadiniga bir gün qazo ve zihar qilg'uchiga o'xshash kafaret vojib bo'ladi. Zihar qilg'uchiga o'xshash kafaret vojib bo'ladi. Yani bu bütün to'rtini mazhabda hamda o'xshash ittifoq qilgan masala. Endi zihar qilg'uchiga o'xshash kafaret, zihar qilg'uchining kafareti degan qanday kafaret desa, Alloh taolo Mujadala surasida deydi-ki: "A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim. Vellezina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا." Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de uçuk deydi ki, her qanday adam yani sizlardan ayollardan zihar qilgan, yani o'zining ayolini o'zining onasiga o'xshatgan, o'zining ayolini haromlikda o'zining onasiga o'xshatgan odamlarga nima vojib bo'ladi desa, buningga fatahrir raqaba, agar ayollarni yarashmoqchi bo'lganda, ya'ni fatahrir raqaba, ayol bilan uy tutib o'tsam o'tadi desa, bir qul ozod qilsa agar bu qulni topolmasa, yana famallam yajid, agar qulni topolmasa bu 2 ay aqmoq ro'za tutsa, aqmoq anda bir 10 gün tutib o'tib, bir 4-5 gün to'xtab, 10 gün tutib, anda orasi uzib qo'ysa, yine boshdan boshlash to'g'ri keladi. Aqmoq 2 ay ro'za tutdi. Agar bir odam 2 ay aqmoq ro'za tutishga kuch qudrat mador yetmasa, 3-chi bosqichda nima bo'ladi?
feit'amu sittine femen lem yestati' feit'amu sittine miskine. 60 tane miskinga tamak berdi o. Her miskinga yarım sa. Anladın? Yarım sa buğday. Diyen 3 çon buğdaydan hesaplap berdi. Hem de bu şu meseleler hemmesi tertip bilen. Ma meseleler. Anda kanı kısıp demez. Kanı kısıp kaç yok. En de septi bir kul azat kısa, bir kul azat kısa gerek. Bu cezanı tügerle. Eğer onu bir kul azat kısa onu ki vacip olmasa demek hazır zamanımızda kul yok. Kul boğumuzun demiş kulu da işgal akmak ruj tutudu. Eğer bu adam işgal akmak ruj tutamaydıkan, onun kudreti yapmaydıkan kayıp ketken şeyhpan edin. Bu da kap kalsa şu cadı atmış miskin atamak buydu. Şunun için bu cinayetki aklap satkan cinayet emez. Aklap satkan cinayet emez bu. Hem de sual turaş gerek. Yani mesela tamam tütmezde cemi kep tutudan ama ziharının kapartı. Bu ziharının kapartı tutsa bu Ramazan'da cemi yapsak adamla bunun ne alakası bu ziharla de bir sual turaş gerek tabi. Sual sorusu bunu bildiğin cevap bizden bunu ziharının kapartı okşaş kapartı bir deyişimizde sebep olsa Sahih Muslim rivayet kılgan intayin sahih hadisini tüpeyledin. O hadis olsa Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şundak rivayet kılıngan ki Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis sözlep bundak digel. Bir adam Ramazan'da üzünün ayağı bilen cima kısaldı. Festefta Resulullah. Bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fetvası sorap geldi. Dedi ki fetva sorap geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı bundak dedi. Hel tecidu rakabe? Yani bir kul tapalam sen de gene yani. Senin bir kul azat kıldık madarın var mı? Pulmalın var mı? Dedi. Bu adam la yak deyip cevap verdi. Peygamber aleyhisselam dedi ve hel testati'u siyame şehreyn? Sen 2 ay arka ruzu tutalım sen. 2 ay arka ruzu tutuşka 2 ay ruzu tutuşka madarın itemdi o. Dedi bu adam yak deyip cevap verdi. Peygamber aleyhisselam dedi Fat'im sittine miskine. Anda ola olsa 60 miskinga tamak bergen dedi. Mana şu hadis sahih olan hadis şu delilinin cihtiden andın şu hadisinin cihtiden eğer de rozdar üzerine ayalı bilen Ramazan'da kastellik bilen münasebet ötküzüp satsa bunun geldiğinde kafaret yani zaharının kafareti vacip bulu diye şu hadis delilimiz şu. Tövbetin mezhepte onun ihtilaf yok. Hem de bir yerde kısır bir düşüktüğü şey bir kayıtlığa var. Bir adam ayarla münasebet ötküzse bunundan sperma etilip çıkışı şart demez. Münasebet ötküzdüğüme halas. Halas okşaş. Hem de bu ayal münasebet ötküzge vakti da bu kafaret ayalgıma okşaşlı vacip budu. Kaza öyle okşaş. Yani ayal kişi üzü boysunup bille ilgi boysunup itaat kılıp bille ötküzgen olsa ayal her işkinisin geldiğinde kafaret kaza okşaş vacip bulabilirdi. Xuddi her işkinisiga g'usl qilish okşaş vacip budu ayalga mesela. Eğer bir ayal zina qilib qolgan bo'lsa bunun had jazosi okşaş vacip her işkinisiga. İkisi mutabı yani özara meyil bilen ötküzgen bolsa okşaş jaza herkes okşaş. Eğer ayal kişi zorlanıp bu emdi kılıngan bolsa yani ayal kişini ilim mecburlap Ramazan'da münasebet ötküzgen bolsa ayal kişiye kafaret yok. Xuddi bu meselede unutup kalgan okşaş. Yani ayal kişi unutup kalıp kasten ötküzmeyi unutup kalıp uzun ruzdarlığını kattan unutup kalıp münasebet ötküzgen bolsa bunun ruzasını maytı şunu okşaşta ayal kişinin ki hükümü mecburlangan halette şunun katarıga kirgizildi. Eğer emdi irini ayalı mecburlagan bolsa irini ayalı mecburlap münasebet ötküzüp salgan bolsa ucaqda her işkiniz vacip bulamaydı. Bu gap er kişinin ama ayalım zorlagan gap akmaydı. Akmaydı. Hem de eğer ayal kişi tan atqını bilip durup ayal kişi tan atqını bilip durup iriden
taң atqını yuşulsa, taң atqında uqmay ayol bilen münasebet ötküzüp sağan bolsa, kaparet ayalın geldiğin kalan vacip budur. Yani bilmegen bolsa taң atqını andın. Ayal kişi ayal bilgen bolsa. Şu aksi şunda mesela. Bu işin aksi mi şunda? Eğer taң atqını bilipdi, ayal kişi bilmeydi. Ayağını pellep ötküzgen bolsa, yerini geldiğin vacip, ayağını geldiğin vacip emas. Demek bir şeyde bir kaideni biliş gerek ki kasterlik degan bir kaide. Kasterlik tepildi mi? Kasterlik tepilse rozunu sunduruydu, kaparet vacip bulaydı gedenge. Hem de birinci rozunu sundurduğun ve kazanı ve kaparet vacip kıldığın aminim oldu. Ayal bilen Ramazan'ın kündüzü de, rozudar haleti de, kesel bolmagan, seferge çıkmagan haleti de, üzünün rozudar haleti demek şeyini. Rozudar haleti de, nima qilish alasida ayal bilen münasebet ötküzüşünün üzü rozunu sundurdu ve kaparetine vacip kıldı. Endi ikinci kaparetini rozunu sundurduğun kazanı kaparetine vacip kıldığı amil olsa, her kandak adam Ramazan'da rozudar durup yese, kasten bir narsa yese, kasten bir narsa içse, yani içken narsa kahi gıza, yani yemeklik olsun, kahi durup olsun. Duru yemdu, ya ki gıza bir yemeklik yemdu, nemi yesiyorsun, kastenlik ile rozudar durup Ramazan'da yese ise bunun gadinige kada ve kaparet, bir gün kaza ve kaparet vacip buludu. Kaparetini biz beşte şöyle bir depoda kaparetini bilgin, hem de kayıt şöyle bir odurmayımız. Bunun deliliniz demediyse bunun delilimiz İmam Müslim rivayet kılan hadis, Hümeyd ibn Abdurrahman rahimahullah'ın rivayet kılan, Hümeyd ibn Abdurrahman Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şunda hadis sözlep belgelikini rivayet kıtıp belgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da iftar kılgan, Ramazan'da rozunu sunduğun bir adamne kul azat kılışka, ya ki 2 ay rozu tutuşka, ya ki 60 miskinga tamak bilişke buyurgan. 60 miskinga tamak bilişke buyurgan. Demek bu hadis yani men eftara, yani bir adı ki eftara degan rozusunu sunduğun degan gap, rozunu sunduğucu amil degan, Qasidik 5'te biz rozunu sunduğucu amil degan. Rozu degan nima deganda biladi rozunu biz yemek içmekten ve cimadan taң atqandan tartib kun o'tug'uchi to'xtash deganda biz roza dedik. Mana roza mush ishga qarama-qarshi kelgan ish, ya'ni taң atqandan tartib kun o'tug'uchi yeyish, ichish jamo qilish degan. Mush ishga butunlay qarama-qarshi kelgan ishning o'zi rozuni sunduruvchi omil. Endi shunga aftara deb hadisda mutlaq ki aftara, ya'ni rozunu bir adam sundu degandan keyin bu odamning rozasini har xil ishlardan sundirgan bo'lishi mumkin. Yep sunduğun buluşu mümkün, içip sunduğun buluşu mümkün, cemaat sunduğun buluşu mümkün. Demek her üçün ruknun, rozunun 3 tane ruknusu yemeslik, içmeslik cemaat kılması. 3 ruknunun her karşına okşaş rozusunu yiyordu. Bu hadisindeki cehdimizin delilimiz bu şu. Demek cemaat hakkında hadis kelgen bolsa, adette hadis kelmegen bolsa mu? Yani kim hadis kelmegen bolsa mu? Tabiilam dalaletin nasıl yolu bilen yemek içmek mu tabi lan menike zamanı katara kirip ketken bulattı. Lakin yeni mahedis mu takım yandakçı olup güçlendirip geldi. Endi yani merfu Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber aleyhisselam bu kütürep Peygamber aleyhisselam ulaştırıp rivayet kılan bir hadis var. Bu hadiste Ramazan'da cima kılıcı ve yep içip rozusunu sundurucu'nun hemmesi okşaşlam geldiğinde kada vacip bulunduğun bir hadis var. O hadis olsa Ebu Hureyre radıyallahu anh degen men eftara yevmen min Ramazan min gayri uzrin ve la meradin lem yakdihi siyamud dehr ve insamehu. Kim ki Ramazan'da bir gün hiçbir özrüsüz, hiçbir kiselsiz rozusunu sunduğun bolsa yep içip yağma kılıp bunu zamanlar roz tutgan takdirde mi buniki rozusunu ada kılanmaydı degan bir hadis. Demek yani hadiste bu kavli İbn Mesud radıyallahu anh'ın şu göz qarash kelgan. Bu hadisten çıkılan hüküm şu ki yani aftar degan gap Ramazan'da şu 3 ruknun qaniqib
bir adam yegan bolsa, içken bolsa, için bakan bolsa, 3 tane noktanın qaysı bir cinayetini işlese okşaş ruzusu sini birdi, okşaş günahkar bula birdi degan ma'ni chiqadi o'zishdan. Endi biz Ramazanda kaparat vacip bo'ladigan, qazo vacip bo'ladigan masalalarni bayon qilgan bo'ldik. Endi biz yeni bir masalaga o'tamiz endi. O'sha ayol kishi miyada bir osonchilik va bir qoida. Agar endi bir ayol hamda endi Ramazanda munosabat o'tkazibdi. Munosabat o'tkazib shundan keyin ayol kishi ezgulik qilibdi. Shu munosabat o'tkazgan kunduz, shu kunduzning o'zida ayol kishi nima ezgulik qilibdi. Ya'ni bular ayol munosabat o'tkazdi yoki yedi ichdi. Ro'zasida bunun geldiğin kaparat vacip bo'ldi. Ondan keyin bu ayol kishi ezgulik qilibdi. Yoki er kishi ash ro'zasini sundup geldiğin kaparat vacip bo'lgan shu kunisi kesallab qilibdi. Hatto ig'ir yani geldiğin ro'za saqt bo'lg'day darajada kesallab qilibdi. Anladın? Bo'lsa mushu vaqtning o'zida bundan kaparat saqt, bunun geldiğinden kaparat saqt. Yani ezgulik qilgan ayolning geldiğinden kaparat saqt tuttu. Ma ro'za tutan bo'lg'day darajada kesallab qilgan odamning geldiğinden bu kaparat saqt tuttu. Bas geldiğinde qazog'inam qoldi. Nima ish qildisa? Chunki buniki mushu kuni ro'za degan bir parchalanadigan namazda bir qancha rukni bulunadigan, parchalanadigan ibodat, butun bir gavda bir ibodat. Ta kun tong atgan tartib kun o'tirguncha bir xil shaklda yemaslik, ichmaslik, jamoa qilmaslik degan mushu ishni qilib tutgan gap, uni bilak yo'q ro'zada. Bu parchalanmaydi u. Ma aytgan narsa ma tushunib makashning o'zida parchalangan narsa emas. Demak, shu kunning o'zida yuz berdi bu ishga. Demak, ayol kishi hech ko'p qanaman buning geldiğinden şu kunning ro'zasi saqit. Shu kundagi ro'za saqit bo'lgandan keyin bu chaqda bunun geldiğinden nima kaparat mas'uliyati ko'tarib ketadi. Er kishi kesallab qoldimi? Er kishi kesallab qolgandan keyin bu kesallab qolgan hamma bunun geldiğindeki mas'uliyat Allah Taolaning ruxsati bilan faman kana minkum malidan degan kesallab qolsa degan shu mas'uliyatlar bunun geldiğindeki mas'uliyat saqtulab bunun geldiğinde kaparat ko'tarib ketadi. Lekin endi ayol kishi shu geldiğindeki kaparat vacip bo'lgan ayol kishi yoki geldiğindeki kaparat vacip bo'lgan er kishi dikkide seferge çıkıyoruz. Seferge çıkıyorlar bize. Magep anlatlam. Vay seferge çıkıyoruz. Sefer musafirimi uzu percemesken deplam. Seferge çıkıyoruz. Geldiğindeki kaparat saqt bo'lmaydi. Turib etin. Nimişqa? Hayız degan bu ayolning o'zining qo'ldan kitqash emas. Hayız degan Alloh taolo buni ato qilgan, Alloh taolo yaratgan bir holat. Nimacha kasalmi Alloh taolo buni foyda qildi. U o'zi xohlab edib kasal bo'la olmaydi. Agar o'zi xohlab doriyab kasal bo'lgan bo'lsa, bunga hukm boshqa. Endi safar degani o'sha o'zi qildi. Safarni o'zi qildi. O'zini o'zi tepib kelgan sho'g'andagi buni gadandan mahiyla oqmaydi, lekin uni shu kunisi ta'ligamda hech ko'p qilgan bo'lsa ayol kishi, shu kunisi odam ta'ligi kasal qattiq ro'za gadan saqtig'ida kasal qilgan bo'lsa, anda shu ro'zani sundayotgan kunisi gadingi kaparat saqtidi. Ma bir hiyla shar'iy hamda, ya'ni bir osonchilik hamda. Lekin ta'sirlik bo'la bor, qiyinchilik bo'la bor. Kasal bo'la bor. Endi biz nimani bayaq bo'lgan bo'ldik? Ya'ni kaparat bilan birga qazoni vojib qiladigan ro'za sunduruvchi omil bo'lsa, Ramazon kunduzida ro'zada turib, o'zi musafir emas, endi musafir ro'za tutmaydi, musafir ro'za tutmaydi. Agar musafir holatida ro'za tutib, singit qolib qolsa, uni gadin kaparat vojib bo'ladi. Boshqa musafirning ro'zasi nafiga hisob bo'ladi. Endi uni bir kun qazog'ina vojib bo'ladi. Endi yani demek ro'zada turib Ramazonning kunduzida qasdan yesa, qasdan ichsa, qasdan munosabat o'tkazsa, ro'zasi sinadi 60 endi 60 kun ya bir ozod qilish kerak buniki kaparat uchun yoki uni topolmasa 60 kun oqimoq ro'za tutish kerak, uni topolmasa 60 miskinga tomoq bilish kerak dedik. Endi ro'zani sunduradigan, lekin kaparat vojib bo'lmaydigan qazo, bir kun qazog'ina vojib bo'ladigan omillar bor. Bular bo'lsa, har qanday odam ayol bilan munosabat o'tkazibdi. Nima?
ayol bilan emas. Har qanday odam o'ziki ayoli bilan hamda nima qilibdi ayoli bilan anda munosabat o'tkazmay ayoli bilan yoki quchoqlashib yoki söğüşüp degende ish qilib bir ayolga yaqinchilik qilib bas jama qilmay bu odamdan sperm ichib ketgan bo'lsa, mani ichib ketgan bo'lsa, buning ro'zasi sinadi. Buning gadiniga bir kun qazo vojib bo'ladi, kafarat vojib bo'lmaydi. Nimishqa kafarat vojib bo'lish uchun chuqum shakl, surat jihatdan va ma'ni jihatdan ikki dona omil bo'lishi kerak. Surat jihatdan bo'lgan omil uniki shu haqiqiy jinsiy munosabat ishida ro'yobga chiqish. Ma'ni jihatdan bo'lgan uniki shahvati komil ado bo'lish. Bu demek bir yerda komil ado bo'lganlik uchun bu surat bo'lganlik uchun buniki ro'zasi sinadi, lekin endi buni nimani ish ketganlik uchun ro'zasi sinadi, lekin nima bo'lmaydi? Uning gadinga kafarat vojib bo'lmaydi. Endi ayolini agar bir odam ayolini suyapti, meni ish ketibdi. Yoki ayolni silab qo'lini tutib o'tirib meni ish ketgan bo'lsa, buniki ro'zasi sinadi, kafarat vojib bo'lmaydi. O'xshash bu yuqori gap bilan. Endi bu bir masala bo'ldi. Ikkinchi masala, agar bir odam bunda ba'chaqda bunda qusqa qolib qolsa, Ramazonda masalan, uniki bunda qo'ng'ini tushkidan ukol yo darbi narsani silib, qusqini tozalab, qusqa dori yetkazgan, ukol yetkazgan, dori yetkazgan ish bor. Agar kasallab qilib, shunga bundaq davo berilsa, durib berilsa, bunda ukol silinsa, buniki ro'zasi sinadi, lekin buning kafarat vojib bo'lmaydi. Kasal sabab ne bakan emas. Endi qanday odam bunda burniga dori qo'ysa, buniga dori qo'ysa, ani buni itib qo'yib, buni dori qo'yib, bunisiga yetsa, yoki quloqiga dori qo'ysa, buniki ro'zasi sinadi, kafarat kelmaydi, bir kun qazo ketadi. Lekin quloqidan sukshasi bir odamning quloqidan sukshasa, uning ro'zasi sinmaydi, kafarat vojib bo'lmaydi, qazo vojib bo'lmaydi. Nimishqa deganda mush suratning hammada teshidin ichkiriga bir narsaning kirishi mavjud. Endi men bir şey kelganda bir inchki bir dobit bor. Qoida kulli emas, umumiy qoida emas, ya'ni xususiy bir qoida bor. Kirgandan ro'zasini tut, chiqqandan tahorat. Ne bir qoida bor. Bu umumiy qoida emas. Ya'ni chunki nima umumiy qoida emas desa, umumiy qoidaga hammani o'chiga olishdi. Mesela bir adamdan chiqqan narsani biridan tarsinmaydi, masalan, ter chiqsa, ko'zdan yosh chiqsa tarsinmaydi, lekin qon chiqsa tarsinadi, qon chiqsa. Masalan, oq oldi yo'ldan nima chiqsa tarsinadi, lekin undan boshqa badandan nijis bo'lgan narsa chiqsa tarsinadi. Andan degan bir qoida bo'ldimi? Shu xususiy qoida dedik. Endi ro'zada kiygandan ro'za sinadi dedik. Teshdan odamning badaniga qo'soqqa yoki mingning ichiga yoki qo'soqning ichiga qanday bir narsa kiysa, ro'zasini dedik. Bunda kiygan narsa nima bo'lishi kerak? Birinchi buni qasdlik bo'lishi kerak. Ikkinchidan bunda kiygan narsa bir g'izolik bunda. Yemeklik quvvati va durilik quvvati. Shunday insonning kayfiyatini bir holatga yo'tkitgan quvvat bo'lishi kerak. Andin. Shunday narsaning birisi kiysa ro'zasini sinadi. Masalan, bir odam tamoqni yegan bo'lsa, qasdlab yegan bo'lsa, sinadi. Bir odam ro'zasini tu, hatta kafarat vojib bo'ldi. Bir odam qasdlab durishgan bo'lsa, qasddan buni ro'zasini tu, uzoq turib yoki anda ro'zani tutmasin butgan darajada ig'ir emas, yengil kasal turib durini ichgan bo'lsa, buniki kafarat vojib bo'lganiga. Mana shuningdek endi bir odam shu odamning kayfiyatini o'zgartirgan narsa degan, masalan, xuma, bir narsaga qattiq xuma. Shu narsani yeyishligida o'ngshilib qolmasdan tamaki chekish. Bir odam tamaki cheksiganda xumor besqatgan holat bo'lsa, tamakini shurab ichiga tortib ichsa, yana nima qiladi? Tutunni ichsa, yana rususini qasdan shundan bo'lib o'xshash gap. Mana mushu qoida bor. Mushu qoida bo'yicha shu bunudin tamdamdo maqatidan ukul salamdo quluqidan doni tamtamdo nima ish qilsin? Shu teshidin ichiga yetdimi? Onun kendi o narsaniki g'izolik yoki davolik bir kayfiyatni bir holatni tanishadigan bir roli bo'ldimi? Masalan, masalan, ro'zasi buni siniy bo'ladi.
Ve sakatatil keffaretu, bunun da kafaret sakıt bulundu. Masuretlerde bunun geldiğinden bir gün kaza kıldı. Kafaret sakıt bulundu demişka. Çünkü bu nesnede de adamdaki nefsindeki şehveti kamıladı, tamamını yep zorla içkende de kamil iş yok. Hem bir adam kusku yarlanıp bir adamın kusqını davalgan bolsa, şu davalgan durursa kusqıniki yarısın kusqını çıkış etken bolsa. Ya bir adam bir kallısı yarlanıp kallısı gibi yarını davalgan bolsa, şu davalgan dava nemeden üzerine mınıs bitip kesse, kedisinin mınıs bitip ketken bolsa, bunun ruzusu sınıdı, bunun ruzusu sınıdı. Nemişka teştin işkirki iştigen kaide bunu mevcut oldu. Diyen kaide bunu mevcut oldu. Hem de şu meselede İmam Ebu Yusuf bilen İmam Muhammed Rahimahullah şikaylen eğer bir adam kusqını davalap bunun dura kusqı kişetken bolsa, kalısını davalap kalı kişetken bolsa bunu ruzusu sınmaydı o nemişka. Çünkü bu yar degen yımılıp içilip tutgan narsa. Andın bu yar arkalık ki vagan bu nesile asli yoldan kimigen buludu. Bununki %100 kiyen kimigenlikte şek var. Çünkü bazı itip kancalı kemiydi, darlı kuyağız kemiydi. Demek itip kalsa kusaqның içige kemiydi, toxtulup katkan ihtimallı var. Şunun için ruzu sınmaydı deydi. Lakin İmam Ebu Hanife Rahimahullah ruzu sınıdı deydi. Eğer %100 kusaqның içige yetkerligini his kılarsa o da darınık ya kalızmınısının içige yetkerligini his kılarsa uçakta şinisi de kimdeki ihtilaf yok. Hem de bunun hazır zamanımızdaki basma okulu ile asma okuluna hüküm çıkıdı değil. Yani bir adam bunda tumuğu samay bas muskul gınam satkan goşuk gınam takip etkan ben şeydeki tumurla arkalık adamın aşkazanға yetmeydiğen okullarını satsa bununki Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimullah karta köre ruzusu sınmaydı diyen oldu. Eğer bir adam tumuğu okul satsa, tumuğa yani asma okul satsa demek hem de asma okul satsa bunun ruzusu sınıdı diyen oldu. Lakin en evzel yol, ihtiyatlık yol nima? İftar vaktigacha okul satqachni kechiktirish. İftar vaktigacha. Nima bir yerde Ebu Hanife Rahimahullah olan İmam Muhammed İmam Ebu Yusuf'niki ihtilaf var. İmam Azam Ebu Hanife Rahimahullah yani yanında yarıdın yani kusaqını iğizdilam emas başka eladım mı? Kusaqtın işkiz bir yakanda bilersin yetkizse ruzu sınıdı deydi. İmam Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimahullahlar ruza sınmaydı deydi. Hem de el-hurucu minel hilafi sünnetidir. İhtilaftan çıkış sünnetidir şu an. İmam Azam Ebu Hanife Rahimahullah'ın ki kavli ihtiyatlık yol şunu tutup okul sadık adamını mı keşte saldırış gerek. Eğer saldırıp salsa gündüzü bir gün kaza keledi. Lakin kapparat sak tutu, kapparat. Demişka bunun da bir tamak yegende, işkende, yagzmakanda rahat anda tamak yegende bunda bir rahat, lezzet degen bir süret kam. Lakin teştin içi bines 203, aşkazanğı bines 703, teştin içi bines 203 degen gıza yak duru boğan bines 203 degen gep mavu ve tepeledi. Hem de bir adam cismga payda qilmayotgan, adamning cismga payda qilmayotgan ya dar emas, ya g'iza emas masalan, tosh, marvoyat degandek narsani yutsa mı da qasdan yutsanda üzecek ko'p bekitib qolsa emas, qasdan yutsa bunun ruzusu sınıdı. Lekin bunun kaparati yok. Nimishqa bunun darlik yoki durlik qimmati yoki yemaklik quvvati bo'lmaganligi uchun kaparat vojib bo'lmaydi, lekin nima bo'ladi? Ruzusu sınıdı, bir gün qazo keladi. Yani bir mesele, eğer bir adam qasdan ig'ir to'shqisha qasdan qutsa, qasdan qusgan bo'lsa bir adam ruzusu sınıdı. Nimishqa Ebu Hureyre radhiyallahu anh rivayet qilgan bir hadisini jetdi. Ebu Hureyre radhiyallahu anh degan ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda degan. Men zara'ahul qay'u feleysa aleyhi qada ve men istaqa'a felyaqdi. Yani her qanday adamga qusuq nayti ko'ngli elishib qusgan bo'lsa, ko'ngli elishib ketib anda o'zini tuta olmay qusgan bo'lsa, bunun geldiğini qazo yo'q, yani ruhsi sinmaydi.
Har qanday adam zo'r bilan qo'lni og'ziga tiqib, zo'r bilan qusgan bo'lsa, nima qilsin? Bir kun qazosini qilsin deb. Endi agar ig'iz to'shqich bir adam ig'iz to'shqich qismabdi endi. Qusqa adam, zo'r bilan qusqa adam ig'iz to'shqich qismagan bo'lsa, andın buniki ruzisi sinmaydi dedim. İşte bu bir kiki yangalar o'xshaydi, tüfükka o'xshaydi, tüfükni hükmede bu az narsa degan. Mesela bir adam qattiq bir kikisi mi og'zidan billa oshqozondan biraz kichkina narsa yenib chiqib ikki tutu. Bunlar ruzi sinmaydi. Shunga o'xshash gap, yo'q to'shmasa demakchi. Endi bir adam zo'rlab qapti. Ya'ni ruzini sundurdiganligini kapartaj bo'lmaydigan masalan yana bir shuki, bir adam zo'rlab qapti. Zo'rlab qap bu kecha tong atmadi deb o'ylabdi. Andiki qarshında qarsa bu tong atib bo'lganligi ma'lum bo'lib qolgan bo'lsa, shu chaqda nima qiladi? Buni ruzini tutib yurdi, ruzini to'xtab turdi, lekin bir kun qazosini qiladi. Bir kun qazosini qiladi. Ya'ni bir adam iftor qildi. Iftor qilib, mana kun chiqib bo'ldi deb o'ylab iftor qildi, keyin iftor bo'lgandan keyin kun chiqib qoldi, havo tisqilab hep yushlab. Anda ola qolib qolsa, shu chaqda men buniki nimasi ruzi singan bo'ladi. Bir kun qazosini qiladi. Lekin shu vaqtda hamda o'zi to'xtab turdi. Shu ruzining vaqtida nima? To'xtab turdi. Ham ruzam sindi, yeni bir şey deb yemaydi. To'xtab turdi. Endi özür bo'lganlik uchun buni gadin kapartaj bo'lmaydi bunda suratda. Özür o'z qolsa qasdtanlik yo'q. Bizdagi qasdtanlik degan ruzidagi eng muhim omil. Kaparat vacib tutgan eng muhim omil qasdtanlik. Bu shu suratlarda qasdtanlik bo'lmaganlik uchunla, nima bo'lmaydi? Bunga gadinga kaparat vacib bo'lmaydi. Demek bu suratlarda hammada bu lekin ruzam sim ketibdi. Tamoq yeydi deb yemaydi, to'xtab turdi dag'ichi. Endi yana bir masala, ruzi sinadigan qazo vacib bo'lgan, kaparat vacib bo'lmaydigan masala yana birisi bo'lsa, ruzlar aldan birisi uxlab qolsa, uxlab qolgan chaqda eri bilan munosabat o'tkazib olgan bo'lsa, şu hemen buniki bu ayolniki bir kun qazo keladi. Bir gün qazo keladi, kaparat vacib bo'lmaydi. Demişqa qasdtanlik yo'q bu yerda. Bu ayol kishida qasdtanlik yo'q. Endi bir adam, bir kishi onanizm qilgan bo'lsa, onanizm degan narsa, yana shu qo'l orqali qilamdi, har qanday vositalar orqali o'ziniki spermini menini chiqarayotgan bo'lsa, kishi bu chaqda buniki ruzisi sinadi, nimishqa bu yerda ma'naviy ruzini sundirgan ma'naviy omil bor. Surat yo'q, suratdan tashqi shakl, ya'ni amaliy bo'lgan bir buni jinsiy munosabat shakli bo'lmagan bo'lsa-mu, ma'naviy munosabat bor degan. Ya'ni buniki shahvati aram topish, shahvati ado bo'lishdan iborat, lazzatlanishdan iborat, mani inzal bo'lishdan iborat, mavu ma'naviy ruzi sundiruvchi omil bor. Bo'lganlik uchun ruzini sundirdi, lekin kaparat vacib bo'lmaydi. Chunki kaparat vacib bo'lish uchun jinoyat chuqur to'liq komil bo'lishi, mukammal bo'lishi kerak. Bayada jinoyatning bir qismi nuqsonlanib qolgan uchun bir kun qazo vacib bo'ladi. Lekin gunohkor bo'ladi unda, hamma gunohkor bo'ladi. Va fiqh hukmi degan uniki gunohkor bo'lish bo'lmas masalasini bayon qilmaydi-da. Buniki endi qilgan bo'lsa bir odam, buni hukmi qanday deganini bayon qildi. Chunki bu fiqh degan ham barcha eski yaxshi hammadan umumiy hukm bo'lg'achqa. Endi bir adam o'zining tishlarining orasidagi tomoq nimasini nuqutchilik, eng kichik nuqutchilik tomoqni aplam yutayotgan bo'lsa, nima qiladi? Iftor, ya'ni ruzi sinadi buniki. Lekin nimada nuqutning kichikroq qolsa, ya'ni kunjichilik tishning orasida kunjichilik bo'lsa, talog'i chiqamay, teshqi chiqamay yutayotgan bo'lsa sinmaydi. Lekin nuqutchilik qolib qolsa, nuqutchilik tishning orasida tomoqni yutayotgan bo'lsa, buniki ruzi sinadi. Lekin bir adam kunjichilik bir narsani chinar tomoqni qo'lda taloq elib, bunda qalab yeyotgan bo'lsa ruzi sinadi. Teshqi chiqib bo'lib, ig'izni teshqi chiqib bo'lib yutayotgan bo'lsa ruzi sinadi. Demak, bunday shakllarda ruzi sinadi, bir kun qazo ketadi. Endi bir adam tütünni
Zo'lan shop yani mesela buxur, etini buxur degan narsani buxur. Biz isiriq deb qo'yamiz. Endi isiriqni yoki tamakini tutunsiz zo'lan shop rohatlangilar, kayfiyatlanishga qilib shu ham bo'lsa buni ruzi sinadi. Abbasi sizda bitib bo'ldi. Tamak chekkan bo'lsa ruzi sinadi degan. Amma sizda bitib bo'ldi. Mana mishga kelganda biz bugungi darsimiz oyoqlashdi. Chunki biz hamda bugun shu ruzini kafarat bilan billa sundurdigan, ruzini sundurdigan qazo va kafarat vojib qiladigan omillarni va ruzini sundurdigan qazonlam vojib qiladigan omillarni birini so'zlab bitib bo'lgan bo'ldik. Bu darslarni yaxshi o'zlashtirishinglarni umid qilamiz. Endi atigi kelarki darsimizda ruzini sundurmaydigan omillar. Ya'ni mush ish qolsa, ruz sundirgandek ko'rinadigan, lekin bu ishni qilgan bilan ruzi sinmaydigan omillarni so'zlab o'tamiz. Va axiru da'vana alhamdulillah.